100 emas, 200% uverin bo'lib aytaman. Bu razmerdagi bunaqa xarakteristikaga ega bo'lgan televizorni hali hech kim Instagramda bunaqa arzon narxda sotmagan. Xuddi shu televizorni ba'zi bir joylarda 4 million 800 ming, ba'zi bir joylarda 4 million 900 ming so'm sotilyapti. Taxmin qilib turinglar, katta chegirmakanlarni nech pulgacha narxini tushira oladi. Televizor 55 talik 4K formatda ko'rsatadi. LG ni Webos operatsion sistemasida ishlaydi. Internetga kiradigan smart televizorda nima funksiya bo'lish kerak bo'lsa, Bluetooth, Wi-Fi, Dolby Audio kerakli hamma funksiyalari bor. Televizorning chetidagi ramkalari ingichka, metallический. Ovoz sifati ham Dolby Audio. Hozir eng balandiga qo'yaman. Narx-navodan xabaringiz bo'lishi uchun xuddi shu televizor vaqtida 6,5 milliongacha ham sotilgan. Hozir mega chegirma qilib 4 million 600 minggacha ham narx tushirib qo'yilgan. 4K formatdagi videolarni ocha olmaydi deydiganlarga 100% 4K formatdagi videolarni ocha oladi. Modelini ko'rsataman, narx-navosini istalgan joy bilan solishtiring. Arzon topa olmasangiz, shu videoni hamma yaqiningizga jo'natib qo'ying. Webos televizorlarga programma o'rnatib bo'lmaydi deydiganlarga Telecom TV, ITV har xil programmalar o'rnatsanglar bo'ladi. Bemalol besplatniy TV bilan tomosha qila olasizlar. Undan tashqari har xil o'yinlarni yozib olib, o'yinlar ham besplatniy ichkarida zagruzka qilib televizor orqali o'ynasanglar ham bo'ladi. Negativlar uchun отдельный qilib ko'rsataman. 5G Wi-Fi setsiga ham bemalol ulana oladi. Boshqa joylarda xuddi shu televizorlar 4 million 600 mingdan 4 million 999 minggacha ham sotilayotgan bir paytda masalaga bu narxini bor yo'g'i $289 qilib beraman. Xuddi shunaqa chegirmasi davom etayotgan televizorlar spiskasini bo'lsa, ekraningizga chiqarib qo'yaman.